hayot tajribamdan kelib chiqib aytaman. Uyim joyim emas, ko'cha, kayf sapoq degan pidaras choyxonalarda ichib, chakib, nas bo'lib, ishtoniga siyib chichib qo'yib, kerak bo'lsa, nas yuradigan erkaklarning toifasi bor-da. Nas yuradigan erkaklarning toifasi bor. Saunadagini ham sikadi, qo'shnisining eshigini ham sikadi, hamma baloni qiladi. Sigaretni ham, nashani ham chekadi, gazanda, qarzlarga botib, xotini qo'shimcha ular eng alam qilgani o'shanaqa erkaklarni xotinlari itoat ham qiladi janob. Qo'rqadi ham. Uni kirni ham yuvadi, kutini ham artadi. Sig'inadi halinga. Lekin mana shu oilam uchun o'zini o'tga uradigan, cho'qquradigan bolalarni 70-80%dan 10 ta boladan, shunaqa bolalarning 10 tasidan 7 ta 8 tasini ayoli hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, oyoq osti qilib, toptab onasini aniga tiqatdi oilani, ana undan keyin mehrli non bergan qo'llarni qadriga yetmasdan tepib, basharasiga urib, oyog'i bilan tepib yashaydiganni oyog'ini o'pib yashaydi. Bu hech kimga bir passiv emas, просто hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytyapman va